Bizga bugun saxovatpesha insonlarning yordami juda kerak bo'lyapti. Biz oilamizdagilar yaxshilab harakat qilyapti. Endi mas qizimiz davom etsin. Qanday sog' bo'lib yurib ketishini tilayman sizlardan. Iltimos, yordam beringlar. Hammalari, tog'alari o'zlari navbatdan qilib yordam berishyapti, qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Pul tomonlama, mablag' tomonlama o'zlari. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Biz hozir 17 yoshli singlimizni xonadonlariga yetib kelganmiz. Ya'ni bu singlimiz 5 oydan beri xasta bo'lib to'shakda yotib qolgan. Bugun bizga saxovatpesha insonlarning ko'magi juda kerak bo'lyapti. 17 yoshli Mahmudaxon singlimizni oldilariga yetib kelganmiz. Bu singlimizni o'zini xolalari, ammalari, tog'alari o'zlari navbatdan qilib yordam berishyapti, qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Pul tomonlama, mablag' tomonlama o'zlari yordam qilishyapti. Bemorimizni onalari 1 yil oldin bemor bo'lib vafot etganlar. O'shaning uchun amma xola tog'alari qarishyapti. Ushbu singlimiz mailit kasalligiga chalinganlar. Ushbu kasallik natijasida oyoq qo'llari ishlamay qolgan. Dardlari og'irroq, shuning uchun qo'ldan kelgancha yordam qilsalar, xalqimiz iltimos qolamiz. Ko'pchilikka hech qanchadan tegmaydi. Bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin, Xudo xolasa. Hamma qog'ozlari shayda bemorimizni o'zlarini xolalari, tog'alari navbatidan uylariga olib ketib, endi uylarida sharoit og'irroq bo'lgan, isitish ham qiyinroq bo'lgani uchun xolalari, tog'alari, ammalari o'zlari olib ketib davolashyapti. Assalomu alaykum saxovatpesha insonlar. Mana Mahmuda jiyanimiz meylik kasalligi bilan kasallanganlar. Boshida ikkita oyoqlari ishlamay qoldi. Keyin menga doktorlarga uchratdik, lichenalar qildik. Bo'lmasa Toshkentga borib davolatdik. Endi qo'llariga o'tib, qo'llari ham ishlamay qoldi. Shuning uchun banisa asli hech kimga oson emas. Bitta qo'llarini o'zi 8 million, 10 million bo'lyapti. Bitta banisaga yotib chiqish uchun yaxshi tog'alari, xolalari, ammalari bor, yordam qilishyapti-yu. Vaziyat sal qiyinroqligi uchun, sharoitlar og'irligi uchun tezlash maqsadida saxovatpesha insonlardan iltimos qilyapmiz. Agar kimdir yordam qilmoqchi bo'lib, niyat qilib qo'yganlar bo'lsa, dokument hamma narsa bor. Tashlab beramiz. Hech qanday haligisi yo'q. Mana jiyanimiz tuzalib ketsa, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Duo qilib shifo so'raymiz. Xudo xolasa mana xalqimiz yordam qilib, saxovatpesha insonlarimiz yordam qilsa inshaalloh kerakli mablag' yig'ilsa sizni ham davolaymiz. Hech ham siqilmang, xo'pmi? Xudo xolasa mana bizni kuzatib turishgan saxovatpesha insonlarimiz albatta yordam qilishadi. Bizga birinchi lichenalarga 72 million ketdi, ikkinchisiga undan da ko'proq ketdi. Endi hozir uchinchisiga bizga kerakli bo'ladigan mablag' 150 million atrofida deyishyapti. Xudo xolasa yordam qilsalarning ekran ostiga kartalarini qo'yamiz. To'liq ma'lumotlarni har bitta odamga tashlab beramiz. Chunki bizga 150 million pul tezlash zarur kerak. Tog'alari hamma yordam qildi, lekin oson bo'lmayapti. Shunga yordam qilishlarini so'raymiz. Xalqimiz, saxovatpesha insonlar videoga befarq bo'lmaysizlar degan umidamiz. Ushbu videoni savob tariqasida hech bo'lmasa mablag' tomonlama yordam qilmasangiz, videoni podpisa qo'ysangiz, Xudo xolasa tanishtirishlar ko'rib, shu singlimizni tuzalib ketishlarigacha yordam berib qolamiz. Hammalarga rahmat. Duoda bo'lib turinglar, Xudo xolasa shu singlimizni davolaymiz.